kecha Cobalt qo'ygandim videosini. Kommentariyani ochib qo'ysam, portallatib yuborishibdi. Portallatib yuborishibdi kommentar. Maradaga Gentraga o'tib ket. Men Cobalt sotmayman. Men Gentra furushman, Gentra sotaman. Men narxi bilan tanishinglar deb 12600 ga qo'ysam, kecha voy shunaqa yozishibdi Maradaga. Bo'ldi, Gentradan Cobaltga o'tib ketibdi. Nima Gentrada non qolmadimi? Yo'q, o'rtoqlar, men narxi bilan tanishtirdim sizlarni. Men Cobalt sotmayman. Da'vogarlik ham qilmayman Cobaltga. Men Gentra sotaman, Gentra furushman. Meni Gentra furush deb tanishadi bozorda. Mana bitta mashinam qoldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana oxirgisini ham hozir sotdim mana. Klientlar o'tiribdi ichida, mijozlar mana. Ichida o'tirishibdi. Hozir sotdim buni ham. Mana afonimni qilib berdim, hozir minib chiqib ketishadi. Mana. Mana. Mashinam qolmadi azizlar, bitta mashina qoldi mana. Kevuringlar mana. Keyingi hafta yana mashina olib kiraman. Xudo xolisa, zo'rlaridan. Sizlarga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar.